Assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi buyurtma darvozamizning mana qanday ishlash jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Bu darvozamizning tag qismini shiviller qo'yganmiz mana. Ko'p mijozlar tag qismi chirib ketyotir, darvoza eshiklarining deganing talablariga binoan shiviller qo'yib berganmiz. Ko'p ustalarimiz profillarni najdaklab, cho'tkalab, ovora bo'lib yuribdi. Bizlarda bu narsalar shart emas. Nima deganda yangi profillardan aklamiz har doim. Yangi. Nasvarkalarimizning xush yurish jarayonlari. Keyinchalik bu svarka bitgandan keyin ichini ko'rib olib, shu joyga shu listni qo'yamiz mana. Bu darvozamizga 3 dona sharnir qo'ydik. Bu darvozamizning qanday ko'rinishda chiqishini kommentariyada fikrlaringizni bildiring. Mana shu elementlar qo'yiladi buga. İçine. Tushunadigan odam bo'lsa kommentariyaga yozib qo'ying. Kim tushunadi ekan, sinab ko'ramiz kana. Darvozalarimizni svarkalash jarayonlarida, payvandlash jarayonlarida lish joylariga pol avtomat svarkalardan foydalanamiz. Choklariga elektrosvarkalardan, sharnirlarga elektrosvarkalardan foydalanamiz. Bu videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, birdana like bosib qo'ying. Tanish bilish do'stlaringiz darvozaga qiziqib yurgan bo'lsa, shu videoni jo'natib qo'ying. Jasur temir eshik sahifasiga obuna bo'ling.